Sizlarga militsiyaga meta narsa ko'rsataman. Hech qayerda ko'rmagansizlar, hozir shu yerda O'zbekistonda birinchi marta ko'rasizlar. Militsiyani kritga ham yig'maydi, skorost atakaga ham yig'maydi. Hozir dahshat narsa ko'rsataman, qarab turinglar. Bunaqasini hayotda ko'rmagansizlar sizlar prosta. 1 2 3. His qilasizlarmi? Bitta ultimate bilan uronni to'xtaylar. Hozir endi men buni olib tashlayman-da, boyovoy botda ko'rsataman. Qarab turinglar. Boyovoy botda mana bu yoqda общий урон turadi. E'tibor bersanglar, общий урон turadi. Bundoq qilaman ko'rishinglar uchun. Qarab turinglar. 1 2 3. 3200 magический урон. His qilasizlar ultasini o'zidan. Eng qizig'i, endi buni olib tashlab, ubrach boyovoy bota qilib, devorga qo'yib turib, boyovoy bot qo'yib, qaysidir daunda ko'rdim men shu narsani bor. TikTokdami, qayerdadir ko'rdim, Melisani magический uronga yig'ib olib, eng qizig'icha u yerda pul manballamasda, men bilan ham yig'ilgan, tak, men bilan yig'ilgan edi, men bilan yig'ilgan edi. Buni o'rniga men bilan yig'ilgan edi. Endi qaranglar. Ubrach bota, yaqinroq turib boyovoy bot qo'yamiz. Endi u bolada 6000 emas, 10000 magический uron chiqyotdi pulida. Balkim yaqinroq turish kerakdir. Kim biladi. Yo, baribir 6000 atrofida chiqyapti. Короче, shu meta, ko'rasizlar.